xalqarалық dağınlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okyan Xalqaro savdo teknik şirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazib va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat ambitsiyasi bilan eskici oila elektr uskunalarini qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarning esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan Ala Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan quyi madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan to'g'ri madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash bozorlar sungan cho'ng tutgan san'at programmasi, Abida Yipakyo'l san'at programmasi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biotexnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Albatta bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta programmamizning 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlari o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran savdo texnik shirkati 120 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ipar biotexnologiyasi 80 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tabar savdo texnik shirkati Eksan kiyimchiligi 60 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ben Dilshat Musa Turpandan keldim. Ben ommabop uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Mening bu qatimqi Yipakyo'l sadat programmasi qatnashishga maqsadim bo'lsa, naqshchi ustozlardan to'g'ri bo'lgan naqsh uslubini o'rganish hamda o'zimning yaxshi ko'rgan naqshlarimni xalqimga sunish. Men yaxshi natijalarga erishish uchun tirishaman. Keliştin ötkür, şamaldın uçkur. Oy rekşken, denizden teren, koyaştak roşen. Oy rekşken, haydin munaz. Hağdın moyğir yürekşken demek insanda yüreknin rolle ha gerekşken hay yürek yana yana kerakşken yürekşken hay yürek yana yürek yana kerakşken yürekşken sütke bir ap pahtidek yumuşak.
Taşten muqaddi kekredek açık Yürekşken Herdin esil Hamidin rezil Yürekşken Demek insanda yüreknin rolü Ha Gerekşken Hay hay yürek Yana ay hayrak yana kerakşken yar yürekşken hay hayrak yana ay hayrak yana kerakşken yar yürekşken yar ay hayrak yana Yana kerakşken ya yürekşken Yarey hayrak Yana ay hayrak Yana kerakşken ya yürekşken Yürekşken Assalomu alaykum. Waalaikumsalam. To'rt ustoz bugungi mushu Ipak yo'li sadosi programmasidagi ko'rinmanlar. Ammolar yaxshi kelibsizlar. Men Turpandan, ismim Dilshod Musa. Dilshod Musa. Kasbim tambur o'rindash. 7-oy san'at institutining tambur o'rindash kasbini bitirgan. Sizmiş tekstni shundaq yaxshi tahlil qilgansiz. Sizning oldingizdagi mahirlar masalan keşmiş bo'lsin degandek mesela gaplarni keçmiş debchi chini pini nayt urg'uliq oladi ekan. Siz hozir mau demoqchi bo'lganim sizniki ma paxtida yumshoq deb degan meni o'sha og'izda turib yumshoq ertib aytdingizda mana bizningmi ugundigan taraflarimiz bor ekan sizdan hozir mush taraflaringizni men texmi his qildim mushda osim to'g'ri bo'ladi ekan aslida deb burun shundoq olatdiq lekin texmi ichiga kirib baxmabdi ekanmiz. Shunga men mush gapimni davolay deb oldida gap qilib qoldim. Ammo riyarpining animanisini qo'ydi ekansiz. Nima degan yaxshi etding. Shunchalik erkin bu ma'nosi bir xil erkinlik. O'yna degandek bir xil. Munda deb munda. Shunda tez aytgandim. To'rt ustozning aylanmasligi u muhim masala emas menimcha. Naqshni siz aytishingizda yo'q. Xatolik. Bak yaxshi aytdingiz. Eng sizni tabriklaydiganim mush naqshingizni mush o'tganda o'rildingiz demişsiniz, sen o'rilib oldingiz. Bundan yana fursat yana bizga jiq. Mushtaq fursatlarni da bir yilda bir qatim o'tkazilgan Ipak yo'li sadosini bir yilda ishga qildi. Nurg'un bolalarning yana chempion bo'lish oldiga texnik oldiga ilgirlash fursatini berish uchun burun 4 odam chempion bo'lganmiz erishgan bo'lsa, hozir 8 bo'ldi demak. Mukofot so'mlarimi ko'payadi. Demak, bolalarning fat tez bir yilda ishga qilib murod maqsadiga yetsin deb xalqningmi kan xalq ommasiningmi tashnaligini kim chempion bo'ladi, kim ikkinchi bo'ladi, kim uchinchi bo'ladi, kim to'rtinchi bo'ladi deb oshni bir yilga taqozo qilmaydi deb bir yil ishga qitimliqqa nimqotdi. Sizga yana fursat yana bor. Öğrenilmesi sebeplerine gapning rast desem sizning naqshingizni nuqson tetib ya aytganingiz yarimay qolgan boshqalar emas. Ikkinchi qism yana kelishingizni shunchalik umid qilaman. Rahmat. Bugun shu programmaga o'zimning opasi, o'zimning qaynopasi, ayolim hammasi qatnashgan. Hamda shular qo'llab-quvvatlab kichigimdan beqib jon qilgan opamga, atamga rahmatimni bildiraman. Meni qo'llayotgan ayolimga rahmatimni bildiraman.
Ben meyislenmeyim çünkü ben diye yaş. Hem de 26 yaş kirdim. Esil. Ha. Siz fırsatçı. Ama fırsatçı. Yamancık olgandı mı? Bir çıkıp töt malımda mustazda merkez ben kapımayım. Yak. Çünkü o örülmeslik bir adım mühim emez ço. Biz yaşayan ki aldı intilip dünya yüzünü işki tirişmek. Ha, Esil. I promise you I'm always there. Ajab bir go'shkan bu yurakdagi har tanda u har xil his qilar ekan. Agar u ichmasa vijdon sharobini ilg'idi esiqliq sesiq go'shkan. Dilshod Musoning yurakidagi chin hissiyotni uning maqsadidan aniq ko'rdik. Rahmat sizga Dilshod Muso, sizga qutlug' tilaymiz. You'll find my footprints Mening ismim Mehmetcan Ahmad, yurtim Shixodan, o'zimning hozir qilayotgan kasbim naqsh etish, shundoqla elektronlik, xayolchilish. O'zimning qiziqishim ommabop naqshlarni etish, shundoqla chilish. Mayli men bu sahnada yoki talinay yoki shalinay, men uchun bu muhim emas. Bu sahnada o'zimni barliq xalqimga mushu naqsham orqali chin ko'nglimdan rahmatimni yetkazish. Rahmat sizlarga. Candı da anla bilimli seylde bağla bilimli seylde bağla seni kelme bayavan çıldızar şiirler seni kelmeydi dep anlar vay bayavan çıldızar şiirler Vakla bulup kaptım Gazanla düşüp kaptım Gazanla düşüp kaptım Çaklıkça tumağımni
Avaylab bu sivetme Kısturup bu sivetme Aman bir gün baradır men Vay ümitli yüzivetme Aman bir gün baradır men Vay ümitli yüzivetme Ümitli yüzivetme Assalomu alaykum barcha aziz mehmonlarimiz. O'zim ismim Mehmetcan Ahmad, yurtim Shixo shahridan. O'zimning endi qilayotgan kasbim muzika, shundaqla 15 yilning yog'izi xizmat sababi, shundaqla turmush sababi bilan mayta qarmaylarda shu muzikadan shug'ullanayotgan. O'zim bilib turman, naqshining beshida o'zim qiyib ketdim. Bundaq cho'ng sahnalarga mening bundaq aytgan chaqda tunji qitim chiqishimdi. Bo'lmasa men odatda restoranlarda bundaq holatda emas. Hammalardan cho'nqir kechirim so'rayman. Buralğını onuma yaman teliksizlik sizni. O'rniq aylanmaydigan o'xshaydi debdimi? Biz ayda yaxshilarni var, eng oxirida aylangan qo'yimiz var. Ümitni uzayvetme dediniz mi o'zingiz? Ümitni uzayvetme deb qo'yib, biz ümitni uzaysan oldu. Şuna şu tenkeş bilen Naqshininki hissiyati egizda so'ktigan bir ishdan bo'ldi-chi. Yaxshi birlik kepsizlar, andan mana shu pianino ovozi muqim bo'lg'achqa sizga egizpas ta'sir ko'rsatdi. O'zim yaxshi chepadi. O'zimning eng oxirgi qadamgacha aylanmay o'tirishimning sababi mush naqshida balkim buningdinmi yuqori kayfiyatda, yuqori ovozda, yuqori to'liq hissiyatda bir portlaydigan yer bo'lishi mumkin deb o'yladim. Oxirida yana ma'lumlar hammasi sizningki bugungi natijangizni jazmlashtirib 4 yil muallim hozir sizga qarab turyapti. Ajoyib yaxshi. Men naqshnimi nayt puraqliq oldingiz, ovozingiz shuna yo'riqga, jaranglikcha. Rahmat. Buningdimi egiz chiqish ehtimoli bor. Men muziksiz naqsh tayyorlagan. O'zim muziksiz naqshlarni tunigan, men bilan birga saboqdash bolalar tunigan anglagan. O'zim muziksiz aytay debsam endi ma'lumlarni udarga tushmay qoldi ekan deb o'ylab qolamdikin deb men shundan ansirab og'inam bilan muzikani qilgan. Yaxshi. Aslida boshqa bir naqsha o'qimoqchi bo'lgandim. Shu keyin udarsiz bo'lib qolmishim deb. Muzika yo'q. O mushunchilar yaxshi ovozga muzika tangashqimiz qo'l sezamga lag'manda ko'mandi. Ammo ba'zi lag'manlar va oqashlar va-chu sezamaymi yigis keldi dedim. Shunchalik ajr qilib juqagandan keyin sezamaysim tamlik. Lekin sizning sharoitingizda cho'qim muzika tangashqisi texim yaxshi chiqadi. Yaxshi qilsiz men muzikani tangashqisiz. Ovozingiz yomon yo'riqga, buningdimi yuqori chiqdi mening ko'zim ito'ninga. Ko'zim iti deb kutay. Abdulla. Shunga to'g'ri. Ya ko'z to'g'riliq gapma deysa o'zing. Bir shu deb qo'yib bizam sen deb. Bizga ko'z to'g'riliq gap qilib qo'ymay o'zingiz deydi ekansiz. Ko'zim iti deb qo'ying. Ammo yaxshi o'ldingiz. Sahna qiyofatingiz shunaqa yaxshi ekan, qarang. Rasm bir naqshga loyiq ovozingiz bor ekan. Buningdan keyin mush kasbda tirishing. Siz bir yaramlıq bir naqshi bo'lalig'ideksiz. Naqshini shunday yaxshi tanlabsiz. Men to'yandagi tomoshabinlarning o'tirib ko'z yosh qilganini ko'rdim. Yig'iltatgidek darajada bo'lgandan keyin haqiqiy ishchingizni, o'z hissiyotingizni to'liq namoyon qilib aytdingiz deb o'ylayman. Shunga o'rildim sizga. Muborak bo'lsin. Rahmat. Naqshingizda bir hissiyat bor, bir muhabbat bor. Shuni siz demoqchi bo'ldingiz, ham deyaladingiz. Bizga ifodalab yetkazib berdingiz. Biz huzurlandik. Chunki naqshini oldiga qarab turib
ko'rib turib, harakatini ko'rib turib anglagandan ağzı örülüp, değişimini köymey, fakat avazınlam alsa, rasbek peyzi oldu kenço. Meyli özünüz köngünüzde, qaysı ustazını köngünüzde pükken bolsanız şu ustazınız, ya ki men degendek, oňşap ketişimiz mümkün. Köngünüzde kimni pükken boğaydınız? Şunu bir anlap bakan bolsak. Eşek keldik mi? Eşek keldik emni. Mayli. Ne muş balını azraq tushunib baqsaq bo'lmamda. Shundaymi? Men mushum baytag'da men ustam Sherzod bo'ldim, Urumchida hozir. Sherazat degini qarag'ab cho'qirish. Sharazatning shogirdi bu. Men baytag'da asosiyatan baytag'da musiqa chalaman. Endi ishdan sirib, endi men baytag'da bikolab qolsam qarmaydi. Sen baytag'da bo'lg'ashqa Sherzod Xotirjon boshqurib ketdi-da. Ammo Ipak yo'li sadosiga, programmasiga shundaqla meni Bekrak Umidlar bilan, opam bilan dadam, shundaqla mening qarindoshlarim. Hissiyotingizni to'g'ri tushunatimiz. Rag'bat beraylar, madad beraylik. Hasanamiz. Cho'laniki endi salomatligi yaxshi emas. Ishkilisi doktorxonada shu sababli meni Sizning shu naqshingiz shu qadrdonlarga ruhiy ozuq bo'ldi. Çoxum yaxshi naqshlarni sunishga va'da berma. Hammalarga rahmat. Rahmat. Hayotingizga barakalloh. Bizmo mushu 4 ma'lumingiz sizni shu ayajonga sog'an mush minutda shu ota-onalarga, urug' tuqqanlarga bizdan salom. Shularga biz bir saqliq, salomatlik, xotirjamlik tilaymiz. Kasallari yaxshi bo'lib qolg'ay. Ümidni uzivetme dediniz emasmi? Şundan o'xshash ümid bilan yashash kerak inson. Kasal bo'ladigan gap, ba'zida o'ngishsizlik uchraydigan gap, odam ümid bilan yashash kerak. Sizga tanlash navbati keldi. Bir xil esil ta'm, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hacı Baba peşmetleri ailelerdə, səfərlərdə, sayahatlarda istimal qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzunluğucu unutamaysınız. Hacı Baba peşmetleri. Bir xil esil ta'm, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hacı Baba peşmetleri ailelerdə, səfərlərdə, sayahatlarda istimal qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzunluğucu unutamaysınız. Hacı Baba peşmetleri. Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmuşdumu, ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsitim. Bularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asonet badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l mag'zabtiri yumron badaningizni qo'g'dab parg'iligingizni chiqarib yep-yangi ranglar hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Karvan marketleri. Karvan marketleri bölümü marka engaldırış, kasbiy marka loyihalash, şirket karxan qurish, buğaltırlıq maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bejirdi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marketleri bölümü marketlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Abdullah Adır. Cheksiz boyavallar safar qilguvchiga o'ngishsizlik ba'simi irodasini tanlaydi. Mana endi Abdullah Abdurahim apandi cho'qim Mehmetjon Ahmadni naqshi bobida tanlaydi. Mening ismim Berna Murat, özüm Ürümçi şəhərlik 6-cı oturda oxuyatdım. Mening yaxşı görən naxışların uslubları bolsa, rock, jazz, ondan R&B qatarlıq naxışlarını alayman. Mening bu səhnəyə kelişdiki məqsədim özümün uslubunu əmnisiga namoyon qilish.
Sure you thought that I was just laid down, but you were wrong. Give me all you got, don't hold nothing back. Promise you you're gonna need it. Take your best shot, I'll just give it back. I'm on the winning side, we won't be defeated. I'm not afraid to die, 'cause life is better. Fighting me, it'll be like fighting shadows. No surrender. I know how it ends. Have been there, and it doesn't look good for you. Don't come any closer to me. I guarantee you that's not what you want. Sure you thought that I was just laid down, but you were wrong. Give me all you got, don't hold nothing back. Promise you you're gonna need it. Take your best shot, I'll just give it back. I'm on the winning side, we won't be defeated. I'm not afraid to die, 'cause life is better. Okay, it's all about survival. I'm doing whatever's liable. Give me all you got, don't hold nothing back. Promise you you're gonna need it. Take your best shot, I'll just give it back. I'm on the winning side, we won't be defeated. I'm not afraid to die, 'cause life is better. Fighting me, it'll be like fighting shadows. Assalamu alaykum, hörmətli ustazlar, suyumlu körmənlər. Mən Bərna Murad Bulman, ondan hazır Ürümçi şəhərlik 6-cı oturdu oxuyatdım mən. Salimizning ovoziniki tusi olaydi ekan. Bo'g'oqmandek shay yazlab qo'yib. Ovozlar bek oz chiroydi. Qancha yoshga kirdingiz? 17 ga. Ha, shu ovozdagi Ya to'xtamabdi. ovozda putish bor. Putish bor. To'g'rimi? Ovoz eg'ir putik. Va naqshiga bek kep tushdi lekin. Bo'pti Berna, bo'pti. Yutalma bakada sizda. Ish qilib Pek eg'ir yutal bu qolgandim shunga. Shu 2 kunda jiddiy mashq qilib, ham bir yoqdan yutal bo'g'ash qilma, unimi chiqmadi faqatlam. Shu so'zlash ovozingiz lam chiqib turdi hozir. Eg'irga helimi shu tegdin siz mushin naqshiga bir ishtiyoqingiz bo'lganligi uchun mushin naqshining o'ddisidan chiqib yotdingiz, ammo ovozmi jiddiy ovoz mushin naqshiga tushib qopti hozircha bunday qarasam. Lekin endi sizningki mushin naqshi orqali Ipak yo'l sadasi programmasiga qatnashganligingizni tabriklayman. siz keyingi naqshchilik hayotingizda yana cho'qim yaxshi sahnalarga chiqa olasizda. Shu vaqtlarda siz yana shunda yetilgan ovozlarni ishlatib naqsh aytma deb o'ylamsiz. Yo'q endi o'zimning ovozim bunchalik yirtiq emasdi. Shu unim beklan putib ketib, shu kechlardimi gap qilolmaydigan daraja bo'lib qolgandim oqshomlardan. Lekin shu bugun endi aytib boqay deb o'zim sinab boqay deb chiqqandim. To'g'ri, bugun musobaqa tizimli bo'lgandan keyin buni aytmasangiz bo'lmaydi-da bugun. G'ayrat qildingiz, rahmat. Meningcha siz inglizcha naqshlarni yaxshi ko'rdigan o'xshaysiz. Unda bo'lsa ovozingizni yirtmang meningcha. Bo'ldi. Sizning ovozingiz unda yitadigan qilib toza sharoit to'g'ri kelmaydi ekan. Ammo bugun tasodify to'g'ri kelib qelyapti-ku u. Yirtilgan ovozni naqsh aytishning o'ziga tushli qoidasi bo'la emasmi? Yana baribir sizda bir sog'lom psixik holat, sog'lomlik, salomatlik bo'lganda andin u maqsadga yetkin bo'ldi. Tasodifiylik bilan bu ishni hal qilish mumkin emas. To'g'ri. Shunga bundan keyin naqshchilik hayotingizda biz yana sizdan zo'r umidlarni kutamiz. Ha, Berna qizim, qancha yillikda o'qiysiz? 9-yillikda. Mush Bernaning ichidagi qizlar o'quvchilar endi. Mening qizim 6-o'rtada o'qiydi. O'zi kechgacha ingliz naqsh aytadi.
Amerikada Maydijan degan bir Uyg'ur qiz chiqdi, dadasi Uyg'ur, opasi a Ispaniyalik. Hozir u qizni 17-18 yoshga kirib qoldi. Dadasi Uyg'ur, opasi Ispaniyalik. U qizni kelgusi 10 yil ichida Amerikadagi 10 cho'lponlardan birisi bo'ladi deb mo'lcharlaganda. Anlagansiz, kaset lentlarimi, telefonlardan mengib turdi. Qizim shuning naqshining hammasini biladi. Demak, o'sha yoshdagi qizlar, o'sha yoshdagi qizlar inglizcha ashta ishtiyoqi bo'ladi ekanda, ishtiyoq bog'lab, o'yinkash ashta narsalarni aytadi. Men to'smadim. Buni aytmoqmi o'ng'ay emas. Men do aytqimni anglab boqsam, yomon taskin. Sizin bayatı manaqını biz kömükte siz muşu yaştaki kız geldikinizi okumadık. Bektes, şunçilik şu gayret kılıp yaxşı orladınız. Rahmet. Endi, avaz var qaran. Kızların, oğulların avaz adette şu 18 yaşta. 18 yaş vaqtida muqimlışıdı şu. Şunga şu özgürüp durdu. Avazның avaz perdesi üzüldü emasmi adam bilan birlikda? Şu muşu vaqtlarınız nəhayət xatarlik vaqt. Bundaq vaqırab etmang, qat'iy vaqırab etmang. 18 yaşdan keyin 18 o'tganlik avaz to'xtagandan keyin, anandan keyin bu vaqirab etsa, undaq emas. O'shuning usuli bor. Ovozni og'irtmaydigan, charchatmaydigan qilib oshtoq chiqiradigan usuli bo'ldi-ku. Aslida shunday sistemali qilib tarbiya qiling. Bo'lmasa ovozingizni buzib qo'ysangiz, keyin naqsh etmoqingiz ta'sir qiladi. Sizning sezimingizda, muzik sezimingiz bek yaxshi. Rahmat. Qarang, shu udarlik noit kelgan proqsiyalarni inglizcha shunday joyda akaldingiz. Rahmat. Tırışın avazınızı asıracağım o kadar. Buldum. I promise you I'm always there. Yoshlik bosog'isida qadamlar umid besildi. Har qalbda go'zal kuylar bo'lganiga o'xshash, uning ifodasimi rang-garang bo'ldi. Berna Muratning Murat armonlarining ishga eshishini umid qilamiz. When you need a friend. Mening ismim Abdulmavut. Men İpek yo'ldagi o'tang qadimiy yurt to'g'raq makoni bo'lgan Barxtiyardan, ya'ni Marleshdan keldim. Men muqam va ammab uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'rib anglayman va yaxshi ko'rib o'qiyman. Mening bu İpek yo'l sadosi programmasiga qatnashishga asos maqsadim bo'lsa, buningdan burungi san'at kasbiy hayotimdagi natijalarimni yakunlash va bundan keyingi san'at hayotimga ulsilish.
Ey güzel toprak, hasretlik ey güzel toprak. Sen yurtumның iftiharısan, sende hayat öngüge oygan. Sen yurtumның iftiharısan, sende hayat öngüge oygan. Gümüş toprak, altın toprak, yurtumni qo'rqiding har vaqt. Seni neylab jaranglaydi, o'shanliqda ishimiz yamroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Ablikim Avut. İpek yoldagi o'tan güzel barchiqda yardım keldim. Bu Maralishdan bu boshqadan chiqmadi ekan. Nimada tugmadi bu Maralish? Ya mush yil chiqdi bir 2-3 balla keldi. Burundan chiqmadi Abdulla az emas. Men Shinjongni qaplab ketdi bu Maralish. İmece üstüntap Ayşem kıyımda bu sansan bence. Ya ma valla mana mushu fursatga erishimiga bak ta's bo'lgan. Uzun bir mezgil bo'lgan. Meni ulardan uzilib qolib, bunda sen bo'lmagandan keyin to'g'ri. Biz imjakamdan keyin o'zimiz menib yenib chiqqan. Nimaga chiqasiz? Men Maralbeshni oylik naqshchilik ishlayman. Naqshchi bu? Kesmoz naqshchi bu? Ağzınız hakikaten yoruk. Bu naqshni nəhayət canlıq yaxşı etdiniz. Nima səbəbdən öyrənməyimizni öyrülüb popmu tapamadığımız biz. Bu melodiyani kim yazgan ablika? Muzikasini Eminjoy Yusuf ishlagan. Maralbeshni cho'ng tipdagi bir kechiligi to'g'roq bayrami degandek bir asosli melodiyasi o'xshaydi. Va har qanday ohang ma'lum maqsad uchun yoziladi ya bo'lmasa shunday bir ilhom kelib, mavol bizning kechiliklarning ehtiyoji uchun yozilgan ohang. To'g'roq uchun yozilgan bir naqsh ekan bu. Ha, shunday. Asar ekan, chiroyli musobaqa bek mos ketdi. Barchiq bayrami, barchiqda to'g'roq bayrami ya shu seriq to'g'roqning yaproq bayrami aytaba-ku. To'g'roqmi? Ha, shu to'g'roqni. Shu seriqli degandek-a. Nimqa maxsus ashta bir kechilikka, ashta bir faoliyatga maxsus ishlangan naqsh ekan-ku bu. Bizim ashni his qildik. Bu to'qi ipek yo'ldimi? Cho'ng tipdagi bunda o'zgacharoq naqshlar kim o'qildi. Shunda. Mush naqshni o'zim tanlab bir chiqib baqsam qanday bo'ladi deb. To'g'ri qilibsiz. Qanday desangiz, mushu naqshchi qarang. Sizga mushu egiz kelib qolgandek his qilgandim, ashaga chiqamo deb o'ylagandim, lekin ovozingiz ashaga yetdi. Rahmat. Sizga qoyil bo'ldim. Abiyatin ustozimiz degandek, biz nima uchun o'rilmaganligimizni o'zimiz his qilolmagan holatda siz bek yaxshi aytayotdingizmi yoki boshqa sabab bormi? Bir naqshning sizning qulog'ingizga, vujudingizga, yuragingizga tegish uchun yolg'iz balaning ovozlam emas, albatta biz ovozni asos qilyapmiz. Lekin bizga ta'sir qilgan nurg'un narsalar bor. Mushning hissiyoti, mushning biz ta'tir qarab o'tgan bilan tekst berishlari, kayfiyatni bilib turishimiz kerak. Shundaymi? Ondan başqa yana nurg'un narsalar, tekstmi bor, onun ichida melodiyami bor. Hamda balkim ashna ichida birasi ishda bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Adila muallim, sizning ovozingizni bayqab oldim. Bayqadi. Rahmat. Hozir bitirmali o'rildimmi? Dilshod ustozim siz bu qitim menga o'tin taningizmi? O'tangisi yo'q. İlk Kamil'den kelgan vapaşıma örilmeymiz. Ablikim yani bundan keyin oldimiz qarab mağımız shunday emasmi? Mayli qaysi guruhda bo'lsin bir muallimning qo'liga tushganingizdan o'zi bizning davomli ko'rishib turishimizning isboti. Sizning yurak so'zlaringizda keyingi sahnalarda yana jiq anglaymiz. Mashtarlar qilaylik bu ishni qanday? Bo'ladi. Muborak bo'lsin. Muborak. Diyorimizda to'g'roq bo'lar. To'g'roqdek g'ururliq, mazmun insonlar bo'lar. Biz avlodlar to'g'roq ruhidan o'ginib, yiqilmas, sunmas iroda bilan yashashimiz kerak. Chunki kelgusi ojizlarga emas, irodalik mazmunlardir. Güzelligingizni kam bo'lsa bo'lmaydigan omillarning biri Golden Rose Grim buyumlar. Uni o'zingizga amroh qilsangiz, jalbkorligingizning texmi jilvalanib, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni texmi oshqorligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsuloti. Faqat Golden Rose bilan go'zalligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose Grim buyumlar.
Jungo Kanada hamkorligidagi Fedikar kaydurmasi xalqarалық muhit asrash suhbat o'tkazilib o'tgan sap ipak tala import ranglik paxta xomashyo qilingan haqiqiy muhit asrash bezak materiali. U puraqsiz, ovoz sumrishanligi yaxshi, yozda salqin, qishda issiq bo'lishdek aloyligi bilan Xinjiang bozoriga kirgan 8 yildan buyon xaridorlarning qizg'in olqishiga erishdi. Mal tanlaganda Fedikar markasiga alohida diqqat qiling. Adres Urumchi shahri Mechuan Dongsan rayoni Hualin Ximiya sanoat 5-rayon 12 numur. Tor adresi www.oys.cn. Yanfon 133 64 800 300. Xinjiang televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarni necha million qaytimdan ortiq ko'rilayotgan kozir programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3.9 3.1 547. Mening ismim Farhod Mijib. Bu yil 24 yosh, o'zim G'ul shahardan keldim. Hozir shug'ullanayotgan kasbim bo'lsa, boshlang'ich o'qituvchisi. O'zim odatda ommabop naqshlarga ham rock musiqalarga qiziqaman. Mening bu qitim İpek Yol Sadasiga qatnashishlik sababim bo'lsa, o'zimning ijodiyatini sahnaga elib chiqish. Ham shu fursatdan foydalanib, meni qo'llab kelayotgan ota-onamga, do'stlarimga ham kasbdoshlarimga o'zimning rahmatini bildirish. Cevabından hayran emasman, bu taqdirimga tutilgan. Sen bilan birga bo'lolmayman. Bu azoblar men bilan kelsin, shu baxtlar sana yar bo'lsin, nigoring kelsin. Ko'zlaridan yosh turmasin, seni o'ylasam gitarim qo'limda. O'xshaysan sen ko'z oldimda, so'zlarim yodimda, sevgimiz sozimda. Bilsam nigar sanu ko'nglimda, shirin arzu armonimda, mening bu hamsam aytolmagan so'zlarim. Lekin titraydi lavlarim, telefon oldida aytolmagan so'zlarim. Bu kechida men qalay baxt bo'lganim. Titraydi lavlarim, telefon oldida aytolmagan so'zlarim. Bu kechida men qalay baxt bo'lganim. Senin baxting mana javob, hem armonim sana baxit ata. Naqshaytayoyga qara, hem tilagim shu bir so'ningga. Senin baxting mana armonim sana baxit ata. Naqshaytayoyga qara, hem tilagim shu bir so'ningga. Senin baxting, senin baxting, senin baxting. Bana cevap, cevap, wow, wow.
senin baktın, senin baktın, senin baktın, bana cevap. Oldu yığılma, gözlerimden yaş akmazma. O geçemem, yana sanma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ismim Farhod Mijit. G'uljidan keldim. Farhodjon, oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib qo'ysangiz. Men G'uljidan keldim. Hozir Железноясы Samyusiza Yangivat maktabida o'qituvchilik qilaman. O'qituvchi turib, naqshini shundoq yaxshi aytdi. O'zingizning ijodiyatimi bu? Ijodiyat. O'zingizningmi ya? O'zimning teksti, muzikasi ham o'zimning. Bu şu hissiyatda şu naqshining ijodiyati men shunday yoqqandi. R&B uslubda aytilgan naqsh ekan bu. Mening ham o'rilmay qilishimga sabab men bu R&B uslubdagi naqshlarni bak yaxshi ko'rib aytmoqchi. Chunki men sal qattiqroq talab qo'yib qoldim rost gap qilsam. Siz yana biroz mashq qilgan vaqtingiz bor ekan. Nimishqa desangiz bu R&B proqni toshqlarga olmoq bak qiyinlik darajasi yuqori biza. Bo'libmi agar bundan musobaqalarga aytsangiz, agar yurkingiz jiddiyleşib yurkingiz so'qib ketsa, bu proqlarni elishingiz bak tasga to'xtaydi. O'zingizning ijodiyatini epkaginingizdan intay ta'sirlandim. Chunki tavakkul qilibsiz ham bunday shunday proqliq naqshni qilib. Masalan, bunday serildirib apsiz amaliyotda bu haqiqiy R&B proqni qattiqroq talab qo'yib o'lchamli qilsak to'liq tushish kerak-ku. Shuning uchun siz mush proqlarni menimcha o'g'anda yana qattiq mashq qilib, kunda mashq qilib, shu bir proqni men yangi naqsh o'rganayotgan vaqtda bir proqni bir oy mashq qilgan vaqtlarim bor. Shunda mashq qilgan vaqtida siz aldirmay shuni his qilib yetasiz. Agar R&B uslubida aytma desangiz, mana Adila sizga boya degan talablar cho'qim urilinish kerak. Beryapti-ku, ammo yana qanday bir kichik narsa kam, azroq narsa kam. Buni siz o'zingizmi his qila olasiz. Agar R&B yana boshqa bir narsa qo'shma desangiz, bugungi naqshingizga cho'qim oxirga sizning bor avjisi bor ekan, biroq musobaqa uchun bu cho'qim bir portlash kerak. To'g'ri. R&B ga yana bir narsa, R&B in pandamanda deydigan shakllar bor, yana xarakteri. Shuning o'xshash musobaqa uchun azroq tayyorlik qilib qo'ygan avjis tarafga. Biz sizni yana bir qatimda saqlayli. Sizning bu naqshingiz yoshlar ichida cho'qim mudi bo'ladi. Shu vaqtida muallimlarga erishamagan bo'lsam-mo, men yana bir natija qozonibman deb qilishingiz mumkin. Bu jihatda men qanday ehtiyojingiz tushsa, shu ta'lim olish jihatda men sizga yordam qilaman. Bu naqshni men burun akurlashtirib qo'ygan. Lekin bu yerda men o'zim gitarchilik chiqish sababi menda opamga rahmat aytishda. 13 yosh vaqtimda opam tunji gitarimni bergan. Shunday bu yerda men o'zim akurlashtirgan muzikani ishlatmay bo'ldi. O'zim gitar chalib chiqay, balkim opam anglasa yoqtirish mumkin deb o'yladim endi. Yana birga o'zimning xizmatdoshlarimga rahmat aytma, qo'llab kelganiga. Shunday. O'ljidan jiroq ko'may Nahmadan keldi. Shunaqa. Shu bundan keyin o'zim tirishma. Rahmat. Baxt haqida har kimda har xil mezon bor. Ammo boshqalarning baxtidan baxt his qila olsak, qalbimizga butun osmon sig'adi. Shaxsiyatsiz beg'ishlash eng zo'r baxt. You'll find my footprints say
Programmamız bilan 2015-yili tantanlik bozorga selingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı abide soda suyu ve meyve şəriflerini işlep çıkarıvatkan Şinjan abide Biyopen Teknik Çeklik şirketi mahirlerimizge ahmet dileydir. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyatkan Şinjan İhbar Biyoteknolojisi alaydı hemkarlaşkan. Elbette programımızdan 1, 2, 3, 4 derecege erişken mahirleri okşaş bulmagan katlı boğan mukapatlar bilen mukapatlandıgan bulup 1 derecege erişken mahirimizni Kamran Boğaklar Mesulatları arkalık halkımızın kızgın alkışıga erişip kelayotgan Şinjan Kamran Sodicek şirketi 120 ming yuan kıymetidagi Toyota markalı avtomobil bilen tatlıklaydı. 2 derecege erişken mahirimizni diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı abide soda suyu ve meyve şərifini işlep çıkarıvatkan Şinjan abide Biyopen Teknik Teraqqiyot Çeklik şirketi 100 ming yuan kıymetidagi Toyota markalı avtomobil bilen tatlıklaydı. 3. derecege erişken mahirni her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyatkan Şinjan İhbar Biyoteknolojisi 80 ming yuan kıymetidagi Toyota markalı avtomobil bilen tartıklaydı. 4. derecege erişken mahirni Uyghur kiyim-kechak sahasındaki Bayraktar Karxana Şinjan Mötüber Sodicek şirketi Eksan kiyimçiligi 60 ming yuan kıymetidagi Toyota markalı avtomobil bilen tartıklaydı. 我叫尔铁木，来自吉尔吉斯，今年21岁，就读于新疆师范大学。我的专业是国际经济关系，我什么风格都喜欢。我来参加丝绸之路好声音这个比赛的目的，为了实现我自己的小小的梦想。祝所有的参赛选手们好运。Yağmur döktü iç bası var biz gelettik gülşal bolup yolgar oğul göz açırman bet aldımdan şaman soğuk güngür kırıp yağmur döktü o sol günde kayda gitti şaştığımdan çeki çeki ayrılmazdan Yıllar uçak kanatında yandırdı iç basılı var yağmurlarda iske düşer tumbuş sol günde kayda gitti
Yaştığımda Cigi cigi Ayrılmazdan Yiğidiverdi Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. 我叫尔谢莫，来自吉尔吉斯，今年20岁。我现在就读于新疆师范大学，然后哪个专业？我的是国际经济关系。那现在中国的专业就是语言学。首先你唱这首歌真的感动了我，你的音色很有特点，也正是我要的那种感觉。没话说了，那就唯一就是转身的导师也是我，欢迎你到我的。我们来不及，我听的欣赏都快睡着了呢，在那儿，确实特别有特色的一种声音。但是这首歌总的来说还是没有一个爆发的地方，就是一种爆发的那种高音，那种特别有技巧的。我觉得它完全可以。也可能是个旋律的问题。旋律它没有动过，没有变过。但你的声音非常好。谢谢。咱们导师给你转上了啊，继续努力啊！想继续努力。Mübarek olsun.好。Nima degan romantik go'zal naqshi bu. Yomg'irda tanho minib, muhabbat fayzi yoki azobiga muңlanganda dal mana shunday naqshlar asli keladi. San'atning qimmati va roli dilga oziq berish degan dan mana shu. Hozir yomg'irda kuylarimiz yasig'ay eqat. Tunum dana dem elişler dil aramın avun tattı. Tunum dana hizmetlerin elgi yaktı, dilga yaktı. Cahan ahli boldu hayran, keysem seyre sayahette. Hamkar boldu yetti ıqlım, sodi bitim ticarette. Dana tallaş, dana kiyimi. Karvan markişleri. Karvan markişleri bölümü marka engaldırış, kasbiy marka loyihalash, shirkat korxon qurish, buxgalterlik maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan markişleri bölümü markishlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Mening ismim Yoshar Turg'un, yurtim Xotandan. Men hozir Shinjon universiteti qurilish boshqarish kasbida o'qiyapman. Men yaxshi ko'radigan naqsh uslubi bo'lsa, ommabop uslub naqshlarni bekor yaxshi ko'raman. Mening Ipak yo'li sadosiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimningki bu tuvan ovozim orqali tomoshabinlarga huzur bag'ishlash. Sersane bulgan her
çöller ara yegane yürümek kıyniken şirinni dep sersanı bulgan perhatte çöller ara yar yegane yürümek kıyniken sen yar üçün yığıldım çeksiz elem bilen gözdün yaşlı elem bilen sürtmek kıyın iken gözdün yaşlı elem bilen sürtmek kıyın iken Qancha kecha uyqu yo'q bedor tunlarda tushlarimda yar jamolim ko'rmak qiyin ekan Qancha kecha uyqu yo'q bedor tunlarda düşlerimde yar cemalım görmek kıyın iken sevmek kıyın iken Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nafar ustozlar, ko'rman tomoshabinlar, hammanglarga men Yashardan o'tliq salom. Xush kelibsiz. Men o'zim Xotandan keldim. Hozir Shinjon universitetida qurilish boshqarish kasbida o'qiyapman. Ha, o'qishda. Ha. Pek chiroyli naqshini tanlabsiz ham chiroyli aytdingiz gap yo'q. Balkim o'zim aytgan naqshiga o'zim sal talabni yuqori qo'yib olgan bo'lishim mumkin. Ammo Yashar mushu ovozning bir sehri kuchi bor ekan. Bu naqshning bosh qismida shunda bir narsa ko'zlarimni yondirib o'tgan meni. Mana ikkinchi bo'limga o'tgandan keyin biroz yaxshi bo'lmay qoldi. Naqshini siz tuvan ovoz naqsh ekansiz, ha? Abdulla akam degandek yaxshi o'rindadingiz. Lekin bizning bo'lib shaxsan mening o'rilmay qilishimdagi sabab yana shu hissiyot bizga kamchil, balkim har xil sabablar tamtirash, jiddiylik tufaylidan naqshiga bakrak berilib aytib olmagan bo'lishingiz mumkin. Musobaqa shunday sabablarni qabul qilmaydi. Mening tunji qatim sahnaga chiqishim. Nay, amisi tunji qatim sahnaga chiqqan bo'lsangiz, yana yaxshi joriy qildirgan bo'lsiz o'zingizni. Rahmat ustozlar. Yo'q. Naqshni Abdullah efendim aytgan burun bu naqsh qattiq moda bo'lgan. Bizim çok sorulardı. Allah gitarla yetimiz bu naqshni. İkinci kobutunun ikinci misrası hazırlap getirdi gayrı ha. Birincisi tüzerek, ikincisine kankıtı bırak aldık. Şöyle tüzüp kaldı. Avazınızdan bek toru var. Erlerin üstüne toğum, sizin bekin töven avazı mı? Otur avazı mı? Sel töverek. Töverek. Yok anlamda. Sözün Naytı torlukta. Bunda avazla, gitarla nakşıysa bek yıkımlılık aldı demek. Bek değildir. Çünkü bu cihaz cıkızdı yani. Bu gitar çıp nakşı yetiştiğinde bu gitarını yakşı aldınız. Muhtemelen nakşılarını tallap, bek yakşı hissiyat yakşı yetiştiğinde damlık ızdığına yakşı nakşı olsuz. Bu qatim sahnaga chiqishimga mening yaqin do'st birodarlarim, urug' tuqqanlarim shunday qo'llab, quvvatlab yordam qildi. Men ularga shu munosabat bilan rahmatimni bildiraman. Anondan keyin bu naqshini aytdi, ishimdan chiqib aytgan batda amaliyotda. Ham tunji qatim sahnaga chiqishim bo'lgandan keyin
hayajonmi bor, jiddiylikmi bor, har xil kayfiyatlar qo'shilib mana tantirtib qo'ydi. Oxirida yana ustozlarga rahmatimni bildiraman. Yaxshi tanishib anglab berdinglar. Ha, albatta. Bunda chiroyli insonlar anglaveramiz. Ko'rmadingiz lekin. Amaliyotda musobaqa bo'lmagan bo'lsa, musobaqani chiqarib turayli, men sen uchun o'rlib bo'ldim uka Yashar. Sen meni ishxonamga kel. Bulamdi? Yaqin bo'lgandan keyin arliq. Hayotda nurg'un qiyinchiliklar bizga xiris qiladi. Ammo hayotiy kuchimiz yashirib turgan tavranmas irodamizda bo'ladi ekan, qiyinchiliklar bizdan qo'rqib, ovozingiz texmi yasharg'a yashar. Sizga g'alaba yo'llari ochiq bo'lsin. Programımız bilen 2015 yılı tentenlik bazası sıyrılgan Ravi 4 avtomobili alayda hemkarlaşkan. Diyarımız içimlik sahasındaki özaldığa abide sodası ve meyve şəriflerini işlep çıkarıvatkan Şinjan abide biyopen texnik çeklik şirketi mahirlerimizga ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehri muhabbetini özgü mizan kılgan fikri yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alayda talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik göstervatkan Şinjan İşbar biyoteknolojisi alayda hemkarlaşkan. Albatta, programımızın 1, 2, 3, 4 derecege erişken mahirleri o'xshash bo'lmagan qatlı bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 derecege erişken mahirimizni Kamran Boğaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Sodechek şirketi 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 2 derecege erişken mahirimizni diyarimiz ichimlik sohasidagi o'zaldiga Abida Sodasi va meyve sharifida ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biyopen Texnik Taraqqiyot şirketi 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 3. derecege erişken mahirni her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik göstervatkan Şinjan İhbar biyoteknolojisi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markalı avtomobil bilan tartışlaydı. 4. derecege erişken mahirni Uyghur kiyim-kechak sohasidagi Bayraktar Korxona Şinjan Mötüber Sodechek şirketi eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markalı avtomobil bilan tartışlaydı. İsmim Erşidin, bu yıl 21 yaş. Yurtum bo'lsa ilim ma'rifat makoni bo'lgan Kalpin Maysi. Yoqtirib etilgan naqsh klubim bo'lsa xalq naqshlari va olimpiya pusotik naqshlar. Men bu sahnani saqlayotgani xil uzun bo'ldi. Dastlabda Ipak Sodas programmasi yo'l qo'yilibdi degandan boshlab o'zing bir nishon tiklaganman. O'qidim, rolimni yaxshi joriy qildirib, ustozlarni yaxshi bosishga tirishman. Esli gül tace Güllenin bahari hem yaze muqamler Özal şerbetiyle toymazdan ötken kızlarını Meftun karnaze muqamlar Güllerin bahari hem yazi muqamlar Sal şerbetiga ve toymasın ötken Kızlaning meftunkar nazi muqamlar Kızlaning meftunkar nazi muqamlar
Yaşның siyaqi bulup Nur çeçip yaşlatar Bustanlarımı Bir doğuş yüreknin sadası bulup Ağanga doldurar dastanlarını Ağanga doldurar dastanlarını Saldın mukammer Vücudum sendin ot Aldı mukammer Köy bilen esletip ecdad ümrünü Bakilik remzi bu Aldı mukammer Bakilik remzi bu Ustazlarım rahmet. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Özünüzü baldı bilen bir tanıştırıyordun. Bu yıl 21 yaş, ismim Erşidin. Aksu, Kelpin Aysi'nin. Başka gap yok. Nayet yaxşı. Bana bek yarab ketken yeriniz. Baştan ahiri melodiya ağzınızdan çıkvatkan melodiyaga igi buatsız. Tınıqlarınızdan tatip nakş etiyordum. Avazınızın bize çarçap kalan yerini ben his kılaldım. Lekin hiç kap emas. Çünkü sizde şu xuruş paketi. Qalğanni, hani mella ayılıptı men ustazlarım bana. To'g'ri. Qattiq kamchilik qildi bu qatam. Endi bu malni mı tatib olsak Pek chiroyli qilgan buni ustiga qaramash. Ama siz degan mas'uliyat tuyg'usi buning butun badanida ko'rinib turibdi-da. Sizlar abay ko'ramay qaldinglar ustazlarım. Naqsh aytgan vaqtida badanlar titrab ketdi. Aldıdığan hissiyatmış şu ameliyatda. Düşünmesi lazım. Tentereştim oldum o kurup işlesi yok ağzımdan hazır. Onu his kılaldım. Şu Abdülmehmet ustazımızın nakşı bunu nakşıla orulgan. Bunun kıyılık derecesi xeyli var bu nakşının. Bir kadar nakşı seviyesiga ega olgan. Xeyli tecrübelik nakşılar bunu mükemmel etelerler. Siz men nakşını ciddi özünüz nat koyup etmişsiniz qarang. Sen ciddileşkenlik ilman nakşın bozak koyucu dedim ben nakşın. Birek etip birek mağdığandek mi? Şucu koyutup sazlani boş esli gül tacı. Ya çın yeri çın boş yer bırak boşap kesemedi. Otur üzlük basamedi. Demişsinizsa. Endi özünüz erkin koyuvatmışsınız. Ciddileştiniz bedeniz şunday çınğandakilla. Man nakşını siz etmeyin, nakşısını etip koyduk aşkım. Avazınız gap yok ki, ciddileş var. Avazınız ciddileşkendekiler ben dedim ama kalladın bir signal üzülüp kalıyor. Telefonun Wi-Fi'si yok olub qalğanda ki bu faciədir. Ma qalğa signal kəmək. Məyə tutub qaladım o. Mən bək bilimi bu nə? Şunda ciddiləşkəndiklə ayada bir signal ma gelinizni qozub qurtuydu. Şunun üçün yüzünüzni qılın qılıb qattiq ciddiləşmək. Ya umuman
O'sha qiyofatlarida yaman astoydil tayyorlik qildi hamda Adila bu yigitimizni o'zimi yashi kichikdak turdi buni. 22 yoshga 21 yosh. Yana taxa o'zimizga nastirchi. Qog'inni Adila Mo'allimning yetakchiligida oldimizda musobaqalarda texmi yaxshi ifodalaringizni ko'rishni xohlaymiz ya. Muborak bo'lsin. Bulbul navazi vakta sayırgan bu künün nidası. Muqamlarimiz bizning boyligimiz. Muqamga chin muhabbat bog'langandilar, uning haqiqatini bilish mumkin. Muqamga bag'ishlangan naqshimi muqamdek murakkab va qiyin bo'lib, arshidan bu naqshiga xillik ko'rsatdi. Afirin sizga arshid. İnsanı daim çılgın hürlüke ve insan. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasb jihatdan hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunlik tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan ko'zir programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldırış, kasbi marka layihalash, şirket karxan qurush, buğaltırlıq məsləhçilik qatarlıq mülazimatlarni bejirdi və hər qaysi yerlərdən vakalatchi qabul qildi. Karvan marka işleri bölümü marka işleringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qoldi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. 大家好，我叫侯琛，我来自阿克苏，现在是新疆医科大学大一新生。我喜欢的音乐风格是偏向于摇滚的风格。然后这次参加丝绸之路好声音，多亏了朋友还有家人的支持。由于我自己没有受过专业的音乐训练，但是我非常的热爱唱歌，热爱音乐，希望通过这个舞台能够锻炼自己。想问天，你在哪里？我想问问我自己。一开始我聪明，结束我聪明，聪明的几乎都毁掉了我自己。想问天，问到底，或者是迷信，问问宿命，放弃所有，抛下所有，让我漂流在安静的夜空里。你也不必牵强再说爱我，反正我的灵魂一片片掉落，慢慢的拼凑，慢慢的拼凑，拼凑成一个完全不属于真正的我。你也不必牵强再说爱我，反正我的灵魂一片片掉落，慢慢的拼凑，慢慢的拼凑，拼凑成一个完全不属真正的我。我不愿再放纵，也不愿每天每夜每秒漂流，也不愿再
你好，各位老师好。首先介绍一下我叫侯琛，来自阿克苏，现在是新疆医科大学的大一新生。大一还有学生学生。然后我特别的喜欢各位老师，然后也特别喜欢唱歌，然后我自己有一个维语名字叫阿迪娜。和我的我特别喜欢阿迪娜老师。谢谢。阿迪娜也是我女儿的名字，阿迪娜。首先在这样的舞台上能见到你这么漂亮的可爱的小妹妹，真的很荣幸。还有你选的这首歌是情歌是吧？觉得还有那么一点点的情调没有上调，所以今天没能为你转身。Til va millatning o'xshamasligi yuraklar yot deganlik emas. Osonliq millatlar va hanzular hamma bizda. Naqshimizga rahmat. Yolu sadasi, sevginin yok çevresi, hoş havazlar seynasi, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş havazlar seynasi, İpek yolu sadası. Yolida ecdat bolgan çevenda Düşkün kallar kumurda Günahşisi hoş avaz Gümüş tağlar